Yaqin Sharqdagi mojaroning kuchayishi fonida global miqyosda neft yetkazib berishda uzilishlar kuzatilyapti. Jahon neft eksportining qariyb 5 dan 1 qismi o'tadigan Hormuz bo'g'ozida kema qatnovi deyarli to'xtab qoldi. Bu esa yoqilg'i narxlarining ko'tarilishiga sabab bo'lyapti. Harbiy harakatlar boshlanishidan oldin O'zbekistondagi birja savdolarida 1 tonna AI 92 markali benzin 12 million 83 ming so'mdan sotilgan bo'lsa, 17 mart holatiga bu ko'rsatkich 12 million 699 ming so'mni tashkil etdi. Narxlar 27 fevraldan keyin 5% ga qimmatlashdi. Umuman olganda O'zbekistonda neft qazib olish va qayta ishlash quvvatlari mavjud bo'lsa-da, ichki ehtiyojini to'liq qoplash uchun importga bog'liqlik yildan-yilga oshib boryapti. Bojxona qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yilning yanvar-fevral oylarida qariyb 166 million dollarlik 279 million litr benzin import qilingan. Bu 2025-yilning mos davriga nisbatan miqdor jihatdan 2 barobarga, qiymat jihatdan esa 2,1 barobarga ko'p. Oxirgi oylarda ichki talabning qariyb teng yarmi tashqaridan olib kirilayotgan benzin hisobiga qondirilyapti.